Dünya bo'yicha oldingi qatorda turadigan silliq kuzatish organining aytishicha, Xitoyning 4 turlik Dahua kuzatish kamerasining tor bekidagi silliq tahlillarida Xitoyning Dahua shirkati ishlab chiqargan mazkur kamera eriq va teri rangini farqlantirish iqtidoriga ega bo'lib, Uyg'ur va Tibetlarning chiroyini farqlantirish iqtidori borligi ko'rsatilgan. Dahua shirkati buni e'tirof qilgan. Dahua shirkati garchi bu tor bekat mazmunining vaqti o'tganligini o'ttirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, ammo kamerani savdo ishlaridan boshqa mulozimat bilan ta'minlaganligini rad qilmagan. Dahuaning to'liq ismi Zhejiang Dahua texnik cheklik shirkati bo'lib, Xitoyning Hangzhouga joylashgan silliq kuzatish uskunasi va mulozimat bilan ta'minlovchi shirkatlarning biri ekan. Uning bozordagi ulushi 2015-yili dunyo bo'yicha 2-o'rinda turgan. Dahua va boshqa bir qancha Xitoy o'rinlari Xitoyning Sharq Turkiston xalqini bostirish, keng ko'lamda xohlagancha tutib turish va kishilik huquq dafsandichiligiga chetildiganligi sababli jazolangan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarmog'idagi Kishilik huquq kengashining Uyg'urlar haqidagi doklati to'g'risida munozara uyushtirish taklifi Kishilik huquq kengashiga a'zo 47 davlatdan 19 davlatning rad qilishi, 17 davlatning himoya qilish tufaylidan ovozga qo'yishda mag'lub bo'lgan edi. Malayziyadagi eng chong mustaqil gazetlardan bo'lgan bugungi Malayziya gazeti bu vaqtdagi jamoat fikrini to'plab, xalq ommasining hukumatga bo'lgan noroziligini ifodaladi. Kishilik huquq kengashidagi ovozga qo'yishda Qozog'iston va O'zbekiston Xitoyni qo'llab ovoz bergan bo'lib, Malayziya ovoz berishdan voz kechgan edi. Shu qatorda nima uchun Malayziya Islom partiyasi va uning raisi Abdulhadi Awang Uyg'urlarning shuncha dod-faryodiga quloq solmaydi deb savol qo'yildi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Ukraina urushidan keyin davlatining Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy beqinish munosabatini keltirib chiqargan masalalardan savoq qilib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatida o'xshash xatolikni qayta takrorlamasligi kerakligini aytdi. Ministr Baerbock poytaxti Berlinda Ko'yir fondi jamiyati uyushtirgan tashqi siyosat munbirida so'z qilib, Germaniyaning mustabid hokimiyat bilan tuzum raqobatiga tayyorlik qilish kerakligini ta'kidladi. Xabar qilinishicha, Angliya Davlat Mudofaa Ministerligining bir amaldorining aytishicha, Xitoy armiyasi ushquvchilarini tarbiyalash uchun 30 dan ortiq Angliya harbiy ushquvchi qabul qilgan. BBC'ning xabar qilishicha, taklif qilingan Angliya ushquvchilari Xon jamiyati havo armiyasining sobiq a'zolari va qurolli qismining boshqa a'zolari ekan. Angliyaning davlat mudofaa ishlariga mas'ul ministri James Heffey sobiq Angliya ushquvchilarining Xitoy armiyasini tarbiyalashga taklif qilinishining oldini olish uchun maxsus qonun chiqarganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Tayvanni mo'ljalligidan tezroq qo'shib oladiganligini o'tirg'i qo'ydi. Blinken dushanba kuni Tayvan bilan Xitoyning tinchligining muvaffaqiyatli holda necha 10 yil saqlayotganligini o'tirg'i qo'ydi va ammo Beijing yaqinda usulini o'zgartdi dedi. Amerika pan-texnika magnati Alma Xitoy egiligidagi ishki saqlag'ich o'zigini ishlatish planini vaqtincha to'xtatgan. Amerika hukumatı yaqinda Xitoyning mazkur shirkatining cheklamaga uchrash masalasini alohida tilga olgan. Xitoyga keng ko'lamda tadbir qo'llanib, Xitoyga qartilgan texnika eksportini kontrol qilishni kuchaytirgan.